İsminiz mi? Muhammed Emin. Onda Muhammed Emin, ikimiz bir atti bir uyan oynaymiz. Bu uyanın ismi mesela tengi tepiş oyunu. Onda ben bu tengi sizge berme, siz müşüne xalıgan qulunuz aqı qilib, xalıgan birisiga yushirsiz. Sizlar ko'rolmanglar, hech kim ko'rsatmang, ha. Ondan men tanglaysiz, men birisini topaman, ha. Birinchi qatim Muhammed Emin men har qatim qulanib qo'ygan vaqtda tengi bor qo'lda nim paydo bo'ldi desa, bearamlik, yoki bo'lmasa yushirish, yoki bo'lmasa men topammisiti degan bir xil tuyg'u paydo. Bu tuyg'u nimani qo'zg'ab yutadi desa, mikrochiroy pasi qo'zg'ab yutadi. Ikkinchi qatim, ha. Bu da men oldikilar chuqur chiroyga qaranglar, boshdan qiling, ha, boshdan. Chiroy pasiga diqqat qilinglar. Chiroy pasi qandoq shakllar yuz beryapti? Men qulanni qaysi qo'ygan vaqtda chiroyda qandoq ahvol shakllanyapti? Kuzam qarang, ha. Ha? Demak, ikkinchi qatim kuzam qaramagan vaqt o'zini tanishi oldi. Biroq kuzam qaraganda-chu degan vaqtda men qo'lni qo'ygan vaqt darhol chiroyda ifoda bo'ldi. Ma'noda o'zi qo'li yo'q qo'ysam, uf dedi. Qo'li qo'ygan vaqt esa uf. Uf. Bundaq mikro chiroy ifodalari odatda intazil bo'ldi. Bunisilar ko'p o'ynab birish jarayonida, chiqmash qilib birish jarayonida ondan bu bir xil yetildi. Unda yana qiling, ha. Demak, bu qatim Muhammed Eminning geli qurdi. Qildi. Bu xil chiroy pasini adin keldi desa, odam jiddiylashgan vaqtda bir xil geli qurish bayatim men dedim. Geli qurish. Unda eng haqiqatan bir qatim qiling, ha. Bu qatim bo'lsa, Muhammed Emin o'zigidilla maqolni oqqashdi, ya'ni mushmin topamizken deb. Gerçi ro'shan holda oqqashmagan bilan ma'lum bir miqdorda, ma'lum bir o'lchamda, ya'ni oqi tortishpa. Buni normal vaqtda ko'rolmaysizlar, ammo mikro chiroy pasi bo'lsa, buni ayt ro'shan ifodada. Unda esa bu 4 qatimliq tengi tepish o'yini orqali men Muhammed Eminning mikro chiroy pasilarini tunishdim. Ammo bu tengi mening. Shunga Muhammed Eminda texe besim uncholar shakllanmaydi. Uning ustiga buning miqdori faqat bir koy. Unda esa ma'lum bir narsa, Muhammed Emin bilan beklam munosabatli bo'lgan ma'lum bir narsa bo'lib qolsa, u chaqda mikro chiroy pasi texmo kuchli bo'ldi. Sizda bank kartasi bormi? Bering. Pul var? Pul yo'q. Pulimiz olmay, boshqa birisi Pul var mı? Qancha pul var? O'qish pulim bor. O'qish puli var? Qancha pul? 5-6 ming ko'y. 5-6 ming ko'y, unda oz pul ekan. Demak 5-6 ming ko'y pul bir o'quvchiga nisbatan xeyli bir jiq pul hisoblanadi. Agar men bu 5-6 ming ko'yni tatib olsam, elib olsam, chuqur Muhammed Eminda ig'ir darajada besim shakllanishi mumkin. Demak, Muhammed Emin bu 5-6 ming ko'yni qo'g'daydi. Bayating tengi qaraganda nechasi qo'g'daydi. U qancha qo'g'dayman degansi, uning chiroy pasi shuncha buni oshkorlab qo'ydi. Unda biz bir otdi uyan o'ynaylar. Ha? Unda men hozirmi shu kartangning maxfiy shifrini sen hozirmi shuni yozsa. Men topaman. Demak, maxfiy shifrini men topsam pul mening-ku. Topamsam men sana shunchalik pul beraman. Olamda kelishdiqmi? Topalsang, topolmay qolsam men sana qancha pul bo'lyapti? 6 ming ko'y berman. Deb qolsam, men makon eliblam 6 ming ko'yni chiqdimi? Tushundingmi? Kallang tursin, ha? Xudo sen menga men qarab turma. Sen maxfiy shifrni mushtanga yozsa, men ko'rsatma, ballig'im ko'rsatma. Hamda 6 ming ko'ylik bo'lib qoldingdek turma. Deb qolsam Ammangni bir mehmon qildigan ishlarim bor. Topolmay qolsam, umidlanib ketmaslar, ha? Men buni topolmasam mumkin, topa olishim mumkin. Men faqat sizlar bilgan mush orqali nima ketmoqchi etsa, mikro chiroy podisini, texmo inchki yerlarini ko'rsatmoqchi. Chunki hozir
Tapa alsam mening. Gerçi bu gapni chaqchaq aralashtirayotgandek turgan bilan mengi cho'lsa chaqchaq aralashtirmaydi. Menga odatda rost, yolg'on, chaqchaq deganlarni bilmaydi. Uning shunda signal keldi. Deb bo'lsa 6000 ko'y ketadi deydi. Bu nimani paydo qildi desa, yana qo'shimcha kognitiv load deymiz. Kognitiv load deganimiz aqliy yukni paydo qildi. Bu aqliy yuk mikrochiroy past tegim qo'zg'aydi degan gap. Bittimi? Unda olsamish qog'ozni sen qatlab, yanchiqonga selib et. Bo'ldimi? Okeymi? Unda bo'lsa. Deb pasam 6000 ko'y menajmi? Ha, ishingizdan nargiz ketmasin. Unda istiqaqil. Men qarab pasanglar bo'ldi, yo'qmi? Maqbish burun qancha xona? 6. Unda biz men avval birinchi xonasidan boshlab mangam, 0dan tortib 9gacha bo'ldi. Sen faqat mening ovozimni anglab bersang bo'ldi. Ammo kuzang nargiz menda oqqasang olmaydi, yo'qmi? Chuqum kuzangman tikilib turish kerak. Men har qanday gap qilsam sen de hech qanday tovush chiqmasin. Beshing lingishtin bo'lmasin. Yoqdi ishkim bo'lmaydi, adi ishkim bo'lmaydi. Yo'qmi? Faqat chiranib turib bersang bo'ldi. 0ma 1ma 2ma 2ma 1ma 0ma 1ma 2ma 4ma 0ma 1ma 1ma 2ma Ondan sonra ikinci xonasiga o'tamiz. İkinci xonasi o'yla, ha? O'yla. İkinci xonasi o'ylab bo'ldingmi? İkinci xonasi to'liq o'yla. Güzel, herkes kuzağını menda qaşma. 0ma 1ma 2ma 3ma 4ma 5ma 6ma 7ma 6ma 5ma 6ma 7ma 8 9 6 9 8 9 6 Ondan sonra üçler xonasiga kelamiz, ha? 0ma 1ma kalan o'ylab bajima, shuni o'yla, hargiz dema, ha? Ammo kalan o'ylab cho'qim o'ylashing kerak, ko'zam diqqat qil, ha? 0ma 1ma 2ma 3ma 4ma 5ma 6ma 7ma 8ma 9ma 8ma 9ma 9 Biz ham to'rtlar xonasiga keldik, ha? 4-xona o'ylab ol. O'ylab bo'lding? Kallan qol, ha? Sanab bo'lding, ha? 4-xona, ha? 1ma 2ma 3ma Bundan sonra 5'ler xonasiga kelamiz, ha? 1ma 0ma 2ma 3ma 4ma 5 6 7 8 9 0 0 1 1 2 3 2 3 2 4 Ondan biz en ahir xona keldik. En ahir xona 6000 ko'yli xona, ha? O'yla, 6000 ko'y ketganini o'yla, sen o'yla. Sen o'yladingmi? Sen o'yla, kuzam qara, kuzamdan qochma. 0ma 1ma 2ma 3ma 4ma 5ma 3ma 4ma 0 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 3. Onda biz ko'rib boqaylik. Onda men 6 xonliq bu maxfiy ishbirni yozdim. Onda ismini Muhammad Eminning yanchiqida o'zining maxfiy ishbiri borda karta onda menda. Agar men topa olsam 6000 ko'yin men ketma, topolmay qolsam 6000 ko'yini men Muhammad Eminga sovg'a qilishim mumkin. Onda olsa biz sen qog'ozini ol. Qog'ozini olib biz kishilar shu o'quvchilik tanlab ko'rsatmoqlar. Aldingmi? Bir 992 3 Demek men 5-chi xonada ezib ketib qopdim. Demek Muhammad Eminga men sen qotla. O'zgartirib o'tmoqchi ishbirini bilamda. Bo'ldi, rahmatim da bo'lsa. Demek bu xil uyanning alaylik nimasi, bu xil uyanda biz mashq qilish orqali odamlardiki, men boyatin degandek yushirish quringan aslidagi hissiyatni yushirish quringan mikro chiroy ifodalarni tepish uchun mushkul uyanlarni o'ynaymiz. Shunga hamda kishilik turmush demaylik, kishilik munosabatda bo'lsin, yoki o'qituvchilik hayotingizda bo'lib qolsin, yoki sizlar doktor bo'lib qolgan taqdirdami, ishqilib sizlar jamiyatning qandaq bir bulung pushqoqlari bormanglar, kishilarni tushunishga ehtiyojli bo'lsalar. Kishilarni tushunish uchun ularning makro chiroy ifodasi ko'pay qilmaydi. Chunki makro chiroy ifodasining ko'pinchisi bir xil mask taqoqliq yoki niqoblik holati bo'ldi. Bu niqobni qandaq qilib elitimiz? Dal ularning mikro chiroy ifodasini tadqiqlash orqali bo'lamiz. Mikro chiroy ifodasini tadqiqlash orqali qandaq o'rganamiz deganda, men bu yerda deganda chiroy ilmini o'rganish kerak. Albatta, uningdan boshqa kishilarning pochurks orqali uning hissiyotini, masalan, pochurks orqali hatto uningga yaqinda nima yuz berayotganligi, uning kichik balliq davrida qandaq bir azob uqubatlarni chekkanligi, kichik vaqtida qandaq bir xil tuyg'ular bilan cho'ng bo'lganligi nima bilgili bo'ladi. Demak, odamning kiyinishi, masalan, kiyinish usuli, qalam tutish usuli, ularning masalan o'tirish usuli, ba'zilarning qo'l turish usuli, og'zini itish usuli qatorliqlarning hammasi amaliyotda bizga shu odam to'g'riliq nurg'un narsalarni berdi. Biz buni mikro chiroy ifodasi deymiz. Buni texmi yaxshi bilish uchun men o'tgan sizlarga deb bergan, ya'ni qalb o'qish usuli degan ashilning ash kitobida texmi tafsili, texmi aniq qilgan. Yani bu to'g'riliq texmi so'raydigan yoki texmi cho'nqurlashmoqchi bo'lsanglar, chunki men sizlarga oldida psixik nurg'un savollarni dedim. Bu qaysi kirdi-sa, chiroy ilmi kirdi. Sizlar qaysini agar yaxshi ko'rsanglar, cho'qim shu sohaga texmi cho'nqurlab, texmi ichkirlab kirgan vaqtda ondan uningda ma'lum bir mutaxassis bosqichiga bog'liq bo'ldi. Unda biz bugungi darsimiz shart oyoqlashdi. So'raydigan savollar bo'lsa, so'rasanglar bo'ldi. Siz. Muallim, men bir savol so'rsam, shu odamlar yog'in gap qilgan chog'da shu burni qitishligi degan gap rostmi? Qanday qiladi? Endi bu gapning ham rost, ham yolg'on yeri bor. Rost yolg'on yeri degan nima degan vaqtda, odamning burnining qitishi odatda besimda shakllanadi. Masalan, odam ma'lum bir besimga uchragan vaqtda, men o'tganda dedim, saqanqur rayonining signali orqali odam badanda, ya'ni shu börek usti bezning
stress hormon deymiz, besim hormonini chiqarib yetadi. Bu hormon chiqargan vaqtda qanday holat kelsa, odam bir xil jiddiy holat kelgandan bo'lsa, qon aylanishi tizilib ketadi. Qon aylanishi tizilib ketgan vaqtda bizning burun, quloqning uchi yoki bo'yon qatorliq bulutsimon to'qilmalar deb qo'yamiz bu, ya'ni bulutsimon to'qilmalarga qon to'ladi. Qon to'lgan vaqtda qichish yuz beradi. Shunga odam jiddiylashgan vaqtlar bo'yni tutilgan yoki bo'yin tutilgan yoki quloqni tutilgan ahvollar shakllanadi. Endi bu jiddiylikni biz yolg'onchilikdan kelganmi yoki jiddiyashib ketganmi biz bunu bilmaymiz. Ammo bir narsani jiddiylashish aniq. Hamda yolg'on so'zlagandimi odamda jiddiylik paydo bo'ladi. Shu buni tutib qoldi. Ammo yolg'on so'zlamay, ma'lum ishdan udiqqan vaqtimi yoki bek boshqalarga yaxshi ta'sir beribman degan vaqtim bu xil ahvollar shakllanadi. Shunga buni tutganni siz nuqullanmış yolg'onchi ekan deb turvasingiz bo'lmaydi. Buning azroq ilmiy asosi bor, ammo bundan jiddiylikmi yoki yolg'onchilikmi buni ayirish kerak. Endi hozir buni qanday ayiramiz desa, gap orqali ayiramiz. Masalan, yolg'onchilarning bir odati sizning so'ragan savolingizga bevosita javob bermaydi. Masalan, men sizdan sen mening qalbimni o'g'irlab oldingmi deb so'rasam, siz hargizmi yo'q deb yolg'on so'zlamoqchi bo'lsa, yo'q deb javob bermaydi. Javob berolmaydi. Badan uning yo'l qo'ymaydi. Nima ish qilsa, mingida yolg'on gap qilish olmaydi. Faqat eg'izdilar yolg'on gap qilish majbur bo'ldi. Siz mening qalbimni o'g'irlab oldingizmi deb so'ragan vaqtda siz balkim mingiz ha deb javob berib bo'ldi. Ammo og'zingiz cho'lsa, buning yo'q deb javob berdi. Mana mushu qisqa uchrashishda ma'lum bir narsa shakllandi. Ya'ni badanda ma'lum bayatningidek buni tutish yoki ahvollar shakllandi. Ammo yolg'onchilar bo'lsa yo'q deb javob bermaydi. U balkim sen meni o'g'irtyapsan, sen meni nim deb ko'ryapsan deb uning gapi bunday qilib uzrab tushuntirish berish asosi mumkin. Bunday qilganda yolg'onchilar gapni bevosita yetkazib bermay sizni qoyil qilish urindi. Shu qoyil qilish urinish jarayonida uning bergan javobi tabiiy kengayib ketib qoladi. Yoki biz buni murakkab ko'rsangiz oddiy. Siz siz ma'lum odamni yolg'onchilikni bilmoqchi bo'lib, uningga savol so'raganda uning javobi 3 xatdan eshib ketsa, bu yolg'on ekan deb tushunib olsangiz bo'ldi. 3 xat. Shunga bu faqat foydalanish materiali bunning qichishi, ammo u butunlay uning yolg'on gap qilganidan darak bermaydi.